ilm toliblari dono ekan. Ilm maskanini bag'ri keng, xushmuomala, dono rahbar Hasan Jamolov boshqarar ekanlar. Endi esa navbatni O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasiga beramiz. Ilmning poydevori bo'lmish boshlang'ich sinf bo'lgani bois bir necha ustozlar bu sohada nomdor ekanlar. Ayniqsa 20 nafar bolaga bosh-qosh bo'lib o'zini fidokorona mehnati bilan nom topgan Parat va Maysara ustoz alohida e'tiborga ega ekanlar. Bugun bu ustozning jajji kichkintalari, ya'ni 1A sinf o'quvchi savodxonlik bayrami alifbe kitob bilan xayrlashuv kechasi. Endi navbatni maktabimiz direktori Hasan Jamol ustozga beramiz. Hurmatli ustozlar, ota-onalar, jajji bolajonlarimiz, mana bugun maktabimizda 1A sinf o'quvchilari alifbe bayrami kitobini tugatib, savodxonlik bayramini tashkil qilgan ekan. Ushbu bayram bilan shu jajji bolajonlarimizni, ularning ota-onalarini o'zim nomidan, 11-maktab jamoasi nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo sog'-salomat bo'lsin. Kelajakda katta yigit-qizlar bo'lib, katta oliy o'quv yurtlariga o'qishlarga kirib, chet davlatlarda o'qishlar nasib qilsin. Shu elimizga, yurtimizga munosib farzandlar bo'lsin, ilohim. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Bolajonlar, bugun siz ilk tovondan oshasiz. Barchangiz tirishqoqsiz, o'qish uchun shoshasiz. Men sizlarga ushbu kunda baxt va omad tilayman. Kamolingiz ko'rishlikni Yaratgandan so'rayman. Niyatim bo'ling omon, daho bo'ling dunyoga. Endi bo'lsa 1A sinfning rahbari Parat va Maysara ustozga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Mana bugun jajji 1-sinf o'quvchilarimiz alifbe kitobini tugatib, savodxonlik bayramini o'tkazyapmiz. Mana shu bayramga tashrif buyurganlaringiz uchun hammangizga minnatdorchilik bildiramiz va kelajakda mana shu bolajonlarimizni yuksak cho'qqilarni egallashda, buyuk insonlar bo'lishida birgalashib harakat qilishga sizlarni chorlab qolaman. Yana bir bor rahmat kelganlaringiz uchun. Albatta, savodxonlik bayramimizsiz bolalarning raqslari bo'lmaydi. Demak, navbatda bolajonlar ijrosida alifbe qo'shig'iga beramiz. Marhamat.
Ismoil opa taklif qilamiz. Marhamat. G'afforova Ivazil opa. Barchun opa marhamat, tabrik uchun so'z chiqing siz. Hurmatli aziz ustozlar, aziz ota-onalar, jajji birinchi sinf o'quvchilari va hammalaringizni savodxonlik alife bayramlaring bilan tabriklayman aziz o'quvchilar. Kelajakda yetuk mana shu zamonimiz talabidagi insonlar bo'lishlaringni hammalaringdan talab qilib qolamiz. Kelajakda ota-onalaringga yuzlarini yerga qaratmaydigan oliy tabaqadagi insonlar bo'lishlaringni istaymiz. Biz sizlardan juda katta narsa talab qilamiz va xohlaymiz. Mana shularga yetish uchun sizlar faqat 5 bahoga o'qishlaring kerak. Ustozlaringga aytganlarini qilishlaring kerak. Doim olg'a. Aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, sizlarni ham farzandlaringizning bayramlari bilan chin qalbdan tabriklayman. Hurmatli ustozlarga xatolmas, kuch-quvvat, oilalariga tinchlik tilayman. Tabriklayman hammani shu bayram bilan. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, ustozlar. Bugun mana jajji bolajonlarimizning bayrami ekan, alifbo bayrami ekan. Chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ularga kelajagiga doim bir yaxshi insonlar bo'lsin, davlatimizga foyda keltiradigan bolajonlar bo'lsin. Hamisha o'qishlariga, ishlariga, ustozlarning ishlariga, ta'lim bergan ustozlariga ham rahmat, omad tilaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ota-onalar, jajji bolajonlar. Mana bugun 1-sinf o'quvchilarining savodxonlik bayrami ekan. Avvalambor hammalaringizni, bolajonlarni, ustozlarni, ota-onalarni hammasini shu bayram bilan tabriklayman. Sihat salomatlik tilayman, uzoq umr tilayman. Bolajonlarning kelajakdagi o'qishlariga, ishlariga omadlar tilayman. Kelajakda bular maktablarni bitirib, katta oliygohlarga o'qishga kirib, vataniga xizmat qiladigan, ota-onasiga xizmat qiladigan, mustaqil O'zbekistonimizga xizmat qiladigan ajoyib insonlar bo'lib yetishiga tilakdoshman. Hammalaringizga sihat salomatlik, uzoq umr, o'qish ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Demak, navbatni jajji qizaloqlarimizdan assalomu alaykum raqsini taklif qilamiz. Marhamat.
ayyomingiz, tabriklaymiz barchani. O'smoqdamiz shu serquyosh yurt egasi bo'lgani. Endi bolajonlar ijrosida dars qilaman raqsiga beramiz. Marhamat. Bugun oyim xursand bo'larmikan deb olsam agar 5 baho parfum badan ko'ngli to'larmikan deb oyim hayron bo'lib qoldi yo, boshdan oyoq nazar soldi yo, shubhaga ham borib qoldi yo, rostdan ham dast qilarmikan deb dast qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men, dast qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men. Ko'chadan hech kirmasam, so'zlaringizga kirmay men xato qilibman onajonim, endi o'ylasam dast qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men, dast qilaman men, 5 olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men. Bu xabarni bolajonlarimizdan alifbe she'rlarini eshitib qolamiz. Assalom aziz maktab, assalom mehribon qalb, assalom ey ustozim, avvalo sizga ta'zim. Bor bo'l doim maktabim, buyuk bo'lmas edim, bag'ringda o'qib albat bo'laman sodiq vazan. Tang taratgan dostonim, vatan bog'u bo'stonim, dunyo turguncha turgin, doimo obod bo'lgin. Ertaklarni sultoni, ertak joni dilimiz, har narsaning kaliti do'stlarim bu bilimdir. Faxrimsan aziz vatan, faxrlarga to'laman, unib o'sgan bag'ringda senga qalqon bo'laman. Gulman go'zal gulzorda, ochilaman bahorda, yurtim quyoshli oyli, yaproqlarim chiroyli. Hozir javob bo'laman, misoli gul olaman, hazilkashman do'stlarim, buyukdir orzularim. Ilm izlab to'lmayman, 2 baho olman, erishgun istaklarga, intilib yuksaklarga. Jajjigina qo'limga qalam tutgan mehribon, sizga rahmat ustozim, doim bo'ling sog' omon. Menga do'st o'rtoq, ko'zlarim nuri harchoq, uni o'qib to'ymayman, qo'llarimdan qo'ymayman. Polizda pishdi piyoz, pishdi qovun tarvuzlar, keling xurmon uyamiz, hasharga keling do'stlar. Oyijonim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz daryom sol, tog'larga yelkadoshsiz. Revalarim asal-qat, mehri qalbimga payvand, mening go'zal chamanim, O'zbekiston vatanim. Ustoz ulug' mutabar, o'g'itlari tilozab, o'g'itgan chepib zahmat, ustozga ming rahmat. Rassazlama qodatim, rostgo'ylik saodatim, Mirziyoga talaman, rostgo'y inson bo'laman. Nadalardan nogahon nafis barglar ochildi, nurafshon quyosh nuri har tarafga sochildi. Shu bo'lmasa hayot yo'q, shusiz o'lmaydi nihol, shu bu obu hayotdir, shuni qilmaylik uvol. Tarozining toshi bor, tog'larda ko'z yoshi bor, taraqqiyot yo'lda so'nmas yurt quyoshi bor. Vodiylaringizlagan vatan bog'larinchaman, bag'ringda yaryab yashagan men bag'lanib ichaman. Cheman tanib olingiz, charchoq bilmay qolingiz.
Cho'llarni chaman qilib chaqqon bo'lingiz. Desang, ziyoga to'lay desang, kitobga bo'lgin o'rtoq, kitob o'qigan har choq. Shamoldek shoshmas sira, daryodek toshmas sira, yerga sochma saxtingni, mehnatla top baxtingni. Qattiq derlar meni yozgum taxta paxtani, xo'roz xona xola ham men bilan bo'ladi jam. Hozir javob lola lola lolajon, tog'lardagi gul avlon, iforlaring taratib bog'larimda bo'l mehmon. G'ani g'ulom g'ildirak dumalatar tumayin, onasi bo'lib halak o'qingga kunma-kun. Man balki bilursiz, yo tanimay qolarsiz, yo'lchi yo'ldosh o'qib deb mendan boshlab yozursiz. Stuq qo'yib yozaman, o'nlini sal cho'zaman, rana mana olodir, yaxshi bola donodir. Qaldirg'ochim qaldirg'och, ikkimiz ayrilmaylik, qalbi qora qarg'alar, qanoti qayrilmas. Kitob menga do'st o'rtoq, ko'zi nuri uni har choq, uni o'qib to'ymayman, qo'llaridan qo'ymayman. In balda singilda, yori bilan ko'ngilda, dalada dengizda, sudim daladan bodirin. Albatta, savodxonlik bayramida kitoblarsiz bo'lmaydi. Endi navbatni alifbe o'qish ona tili kitoblariga beramiz. Marhamat. Har bir so'zimni men alifbo bilaman har onasi. Asl mendan boshlanar har ahad va Salom alifbo kitob xat savodning onasi. Bu davrda yig'ildi bilimlarning onasi. Qo'shuv ayruv bo'luv va yana ko'paytiruv. Hisob kitob sabog'i, matematika bo'laman. Hisobni bilsang to'g'ri, men yoningda turaman.
Ota-onalar shartiga beramiz. Shartimizda davraga chiqqan ota-onalar sharlarni ishirib, ichidagi savollarga javob berishi kerak bo'ladi. Davlatbekning ayasi, Iforaning ayasi, Shahrizodaning ayasi, Malakning ayasi, Odinaning ayasi, O'tkirbekning ayasi. Xullas ayalar. Demak, siz birinchi sinfda alifbe bayrami
davomida yod olgan she'ringizni aytib bering. Onajonim olamga oftob chiqqan quyoshsiz, mehringiz daryo misol, tog'larga yelkadorsiz. Siz yoshligingizda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi edingiz? Nima uchun? O'qituvchi bo'lmoqchi edim, bolajonlarni yaxshi ko'rganim uchun. Olangiz qaysi taomni yaxshi ko'radi? Qizim ko'proq qaytmish ularni yaxshi ko'radi, lekin Farzandingiz bilan yod olgan she'ringizda ayting. Hamma she'rni yod bilamiz. Alif B quyoshi, qizlarning yurtboshi. Anvar Ali, Aziza, Adam boshqalar bor. Bolangizni kichikligida qanaqa alla aytib bergansiz? Alla bolam, alla yo, qo'zichog'im, alla yo, otasining erkasi, bolajonim, alla yo, dadangga bo'lgin posbon, bolajonim, alla yo, yurtimizni qo'riqlab, o'zing bo'lgin, alla yo. Garchi qancha oshiqlaring bo'lsa ham Doim taratib jahonga erk bergan har bir inson, qaytdi dinu imonga, dil artoqi kamol. Endi navbatni yurtimiz posbonlari qo'shig'iga beramiz. Marhamat.
navbatni ibratli sahna ko'rinishga beramiz. Ah Beluri, salom bermaysizlarmi? Mana senga, mana senga. Kattalarga salom berish kerak, yana bermaysizlarmi? Mana senga, mana senga. Ko'chada o'ynab o'tganimizda bu tomonga qolib, bu mulomaga ularni tortib ketdi. Qani o'sha amakini ko'rsatchi. Yur qani. Seni urdirib qo'yamanmi? Yur. Hoy amaki, nimaga meni qizimni qulog'im tortdingiz? O'zi salom berishni bilmas ekan. Nima? Salom bermasa bermas, kep sizga salom beradimi? Ha, o'zim ham biluvdim, ota-onasida tarbiya, bolada qayta tarbiya bo'ladi. Bori qolay. O'zing yiqol. Ko'chada o'ynayotganimizda bitta amaki kelib qulog'imni tortdi. Voy, nimaga qulog'ingdan tortadi? Yurchi kim ekan? Assalomu alaykum Soqam aka. Nimaga meni qizimni qulog'idan tortdingiz? O'zi salom berishni bilmas ekan. Qani qizim salom ber. Va alaykum assalom. Rahmat, sen qizingga tarbiya berganing uchun rahmat senga. Bu seni qizingmi? Ha, meni qizim edi, o'xshab turibdi-ku. Ha. Bolalar, senlar ham kattalarni ko'rganlaringda salom berishlaring kerak. Endi navbatni jajji bolajonlarimizdan davlatimiz ramzlari haqida she'rlarni eshitamiz. Marhamat. Bayrog'im baland, siz bilan doim madhiyam kuylab kutayin tongim. Dono yo'lboshi, odil yo'lboshchi, humo boshimdan nurini sochdi. Sen quyosh hur o'lgan elga baqlajon, sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon. Yashnagay to abad ilmu ham ijod, shuhrating porlasin toki yo'l bor jahon. Senga kichik tuhfa bor, alifbojon bo'l omon. 6 harf o'quvchi qo'llarida alifbe deb yozilgan so'zlarni namoyish etadi. Marhamat. Aql chirog'i o'zing. Lol etdi har bir so'zing. Intilib biz izlandik. Fazolarga yuzlandik. Bilim sari intilib egallaymiz cho'qqina. Endi navbatni hindcha raqsga beramiz. Marhamat.
taklif qilamiz. Shartlarimizni bajarishadi. Marhamat. Bu binoning ayasi bormi? Boya shart bajaraman deyotgandilar. Nafosat ayasini taklif qilamiz. Shart bajarmagan ota-onalarimizdan mashhurani davraga taklif etamiz. Marhamat, ota-onalar. Chiqingizlar davraga. Feruzbekning ota-onasini davraga taklif qilamiz. Chiqingizlar. Yo'q. Boshqacha shartimiz bor. Chiqingizlar ota-onalar. O'tkirbekning ayasini davraga taklif etamiz. Yorqinbekning ayasini davraga taklif qilamiz. Marhamat. Ana ustozi bittadan list yopishtiryapti. Demak, bizlar qo'shib qo'yamiz. O'sha listdan chiqmagan holda sizlar bitta oyoqlaringiz bilan raqsga tushib berasizlar. Kimdir listdan chiqib ketsa, o'yinimiz, shartimizni tark etib ketadi. Oxirida bitta g'olib ota-onamiz qoladi. Shunda listni bosmaslik kerak. List ustida turib bitta oyoqda o'ynaysiz. O'sha listdan chiqib ketmagan holda gavdamiz muvozanatni saqlagan holda. Tushundilaringizmi ota-onalar? Kim muvozanatni yo'qotsa, ismini aytaman, chiqib ketaverasizlar asta. Qani Mubinaning ayasi chiqmadi-ku. Chiqing, Mubinaning ayasi talablarga binoan shart bajaraman deyotgandi o'zlari. Tushundilaringizmi shart ota-onalar? Tushunmay qoldim. 5 ta ota-onamiz. Bitta oyoqda muvozanatni yo'qotmagan holda biza qo'shib qo'yamiz, siz raqsga tushasizlar. Muvozanatni yo'qotib, qog'ozdan chiqib ketsak, shartni chiqib ketasizlar. Yutqazgan hisoblanasiz. Oxirida bitta ota-onamiz qoladi. Qani egallangizlar, bor, joylarimizni joylashib olamiz. Bitta oyoqda o'ynaysizlar, bitta oyoqda. Tushamiz, ota-onalar, Feruzbekning ayasi qimirlamayapti. Gavdalarimizni qimirlatgan holda raqsga tushamiz. Yoshlar, aytib bajaramiz. Raqsga tushamiz, ota-onalar. Tabriklash uchun so'z beramiz Nafosat ayasiga. Marhamat. Assalomu alaykum ota-onalar, hurmatli bolajonlar. Sizlarga kelajakda yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi kasb egasi bo'lib, oliy ma'lumotli inson bo'lishlaringizni tilaymiz. Rahmat, sizga ham. Endi navbatni bolajonlarimizdan raqs tomosha qilamiz.
raqsini tomosha qilamiz. Marhamat. Asal kızım, şeker kızım, damat kızım ben. Erkek kızım, şirin sözüm, güzel kızım kanı. Bana büşkelerni siz mazza qilib yeb qo'ying. Asal kızım yanı bitti, dodo deb qo'ying. Asal kızım, şeker kızım, damat kızım ben. Erkek kızım, şirin sözüm, güzel kızım kanı. Kızları ko'zimning chorog'im, ah mani o'g'lim chog'im. Ado degan qaytingiz tarqab ketar charchog'im. Ko'ylagingiz chiroyli, siz undan ham chiroyli. Bilsangiz siz men uchun hammadan chiroyli. Asal qizim, shakar qizim, damat qizim man. Erkak qizim, shirin so'zim, go'zal qizim qani. Uyimiz farishtasi, dadasining malikasi. Siz bog'imiz rayhoni, onasining erkasi. Uyimiz farishtasi, dadasining malikasi. Siz bog'imiz rayhoni, onasining erkasi. Ko'nglimni osmonida oymonamsiz siz mana. Yangi ko'ylakchangizda o'ynab bering bir qani. Asal kızım, şeker kızım, damat kızım ben. Erkek kızım, şirin sözüm, güzel kızım kanı. Bana bu şikelerni siz mazza qilib yeb qo'ying. Asal kızım bana bitti, dado deb qo'ying. Asal kızım, şeker kızım, damat kızım ben. Erkek kızım, şirin sözüm, güzel kızım kanı. Kızları ko'zimning chorog'im, ah mani o'g'lim chog'im. Dado degan qaytingiz tarqab ketar charchog'im. Ko'ylagingiz chiroyli, siz undan ham chiroyli. Bilsangiz siz men uchun hammadan chiroyli. Asal qizim, shakar qizim, damat qizim mani. Erkak qizim, shirin so'zim, go'zal qizim qani. Mana bu shikalarni siz mazza qilib yeb qo'ying. Asal qizim mani. Bitta dado deb qo'ying. Buni bajaramiz. Ha? Bir xil aylanamiz, oyoqlarimiz ochgan holda o'rtadan olamiz. Tushunarli bo'ldi, shart. Olayotganda qo'llarimizni yerga suyanmaymiz. Faqat ochgan holda olib bersalaringiz bo'ldi. Mayli. Qo'llarimizni tiramagan holda, xo'pmi? Yumaloqqa ovoz qo'shib qo'yamiz, aylanasiz. Mana jumaga qo'shib qo'y. Kulada yuragim boshqacha uryapti. Ko'zlaring seni ko'rgisi kelyapti. Diydoringni sog'indiryapti. Mana asabim ozgina charchibdi.
Olganlarga ham, olmaganlarga ham rahmat deymiz. Rahmat ota-onalar shartimizni bajarganlaringiz uchun. Endi navbatda jajji qizaloqlarimizdan uchala qiz raqsini tomosha qilamiz. Marhamat. O'quvchilarning ustozi uchun olingan sovg'alar bor ekan. Marhamat, topshirish uchun ularni davraga taklif qilamiz. Ustozni ham davraga taklif qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, do'stlar. Bugun mana savodxonlik bayrami ekan, bolajonlarimizning. Ilohim katta bolalar bo'lsin, katta o'qishlarga kirsin, ota-onalari orzu qilgandek yigit qizlar bo'lsin, ilohim. Kamida mana shu ustozidek o'qituvchi bo'lsin. Hammalaringizni tabriklayman. Kamida ko'p o'rnida ko'radigan sovg'amiz bor edi. Ham maktabimizga, ham ustozimizga shuni bermoqchi edim. Açılsa eşk kıncası,
Aziz o'quvchilarga tilayman guldek go'zal baxt. Go'zal hayot ila go'zal muhabbat, to'la umr ko'ring bo'lmasin yarim, doimo asrasin sizni Xudoyim. Ana endi o'quvchilarimiz ijrosida vatan haqida she'rlar bor ekan, marhamat ularni tinglab qolamiz. Hayang chiqsinmi? Stol olib chiqamiz o'quvchilar. Mas'uliyatni chiqamiz, hammamiz birgalikda bajaramiz.
ahvolingni. Yomon botdi, andan ko'p gumon bo'pti. Shuncha janjal, shuncha tuhmat, hayronman yondirmabdi, kuydirmabdi, yo o'zicha suydirmabdi. Tergay beri, jon-jonimni ko'zi ko'rmay. Qo'shiqqa qo'yin, o'ynaymiz. Ana endi o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, hammamiz birgalikda ommaviy raqsga tushamiz. Marhamat, hammani davraga taklif etamiz. Kaymakam dedim.